Chuboq domla Qirg'iziston xalqi uchun berilgan bir ne'mat edi. Murakkab savollarga bergan o'zining ideal javoblari bilan xalq mehrini qozondi. Vaziyatga qarab goh guldirib, goh qattiq gapirishi fenomenlarga xos odat edi. Qisqagina yashagan umrda u kishini eshitgan juda ko'p insonlar qalbini zabt eta oldi. Shu o'rinda bizning ham qalbimizda u domlaga muhabbat paydo bo'ldi. Hozir ham shunday. Abdulloh domla 1975-yil 21-yanvar. Barchaga o'zining kuchini ko'rsatib turgan ayoz qish fasli hukmron bo'lgan payt. Shunday sovuqda islom olamida issiqlik nurlarini taratish uchun Allohning yana bir bandasi, payg'ambarning yana bir merosxo'ri dunyoga keldi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatining Boymunduz qishlog'ida Jalilovlar oilasi barakatli bo'lgan insonni qarshi oldilar. Chuboq hoji Jalilov Qirg'izistonning taniqli ulamolaridan 2010-2012-yillar mobaynida Qirg'iziston musulmonlarining bosh muftiysi, Qirg'iziston musulmonlar ulamolari kengashi a'zosi, butun jahon ahli sunna ulamolar ligasi a'zosi, o'z uslubi bilan Qirg'iziston musulmonlari ichida mashhur voiz. 1992-96-yillar mobaynida Qirg'izistondagi Hazrati Umar nomidagi islom universiteti bitiruvchisi. 1998-yillarda mamlakatdagi milliy oliy o'quvgohda sharqshunos fakultetida arab tilidan dars bergan bo'lsa, 2002-yilgacha Saudiya qirollik davlatining xalqaro jamiasi Muqaddas Makka shahridagi Ummul Quroda tahsil oldi. 2006-yilgacha esa Makkadagi o'sha mashhur oliy o'quvgohda fiqh bo'yicha mutaxassislikni yoqladi. 2007-yillarda butun jahon islom ligasida Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert bo'lib ishlagan birinchi olim. 2010-yillarda Qirg'iziston musulmonlarining fatvo bo'limini boshqargan bo'lsa, keyinroq mamlakatning bosh muftiysi lavozimiga tayinlandi. Arab tili va grammatikasi bo'yicha mohir mutaxassis, hadis terminologiyasida juda kuchli bilim egasi, payg'ambar alayhissalom siratlari bo'yicha ham chinakam mudarris. Chuboq domla mamlakatning bosh muftiysi bo'lgan yillari din ishlarida jiddiy islohotlar amalga oshirildi. Imomlar o'z ishida ixlos bilan ishlashlari uchun targ'iblarni kuchaytirib, safar mashaqqatiga qaramay masjidlarni birma-bir shaxsan o'zi nazorat qilardi. Chuboq hoji muftiy bo'lgan davrda diniy idora tomonidan haj ziyoratiga yuborilgan hojilarning safari va haj mavsumi yuqori daraja deb baholandi. Olim 2012-yili iyul oyida sog'lig'i bilan bog'liq muammolar tufayli mamlakatning bosh muftiylik lavozimini tark etdi. Olim Chuboq hoji kitobxonligi bilan ham mashhur edi. Chuboq hojining shaxsiy kutubxonasida 10 ming kitob bo'lib, 3 ta xonani band qilib turardi. Bizning uylarimiz nimalar bilan to'lyapti? Chuboq domla har kuni 100 varaq kitob o'qishni o'ziga odat qilganini aytib beradi. Bilasizmi, 100 varaq o'rtacha bitta kitob degani. U kishidan dars olgan shogirdlarning aytishicha, Chuboq domla shuncha ma'lumot egasi bo'lishiga qaramay, aytadigan gapini juda ko'p o'ylanardi. Chuboq domla haqida u kishining yaqin do'stlaridan bo'lgan Abdushukur domla Normatov shunday deb aytib beradi. Birodarim Chuboq domla bilan qachon safarga otlansak, samolyotga chiqish oldidan yuklarni nazorat qilish vaqtida men u kishini ko'rsatib yonimdagilarga hazil qilardim. Qarab turinglar, hozir Chuboq ustozinglarning yuki belgilangan me'yordan ortiqcha chiqadi va doim shunday bo'lardi. Bu ortiqcha yuk kiyim-kechak, dunyo matohlari emasdi, kitoblarida. Ha, kitoblar. Birodarim qayerga borsa bor puliga kitob sotib olardi. O'zi minayotgan mashinasini sotib, puliga yuzlab kitob xarid qilgani u kishini ilmga bo'lgan ishtiyoqini yaqqol namoyon qildi. Chuboq hoji Jalilovning saxovat haqida u kishida dars olgan do'stim aytib beradi. Biz bir necha bola poytaxtda Chuboq domladan dars olib, yotoqxonamizga qaytib kelardik. Xonamizga shirinliklar, totli ichimlik suvlar kelib qolardi. Birov ihson qilibdi-da deya parvo qilmasdan uni paqqos tushiraverardik. Kunlarning birida bu qayerdan kelayotganiga qiziqib poyladik. Boshida shuncha shogirdlari va tashvishlari bo'lgan ustozimiz Chuboq domla shirinliklar va suvlarni o'zi hech kimga sezdirmasdan bizga tashlab ketar ekan. Chuboq hoji Jalilov muftiylik lavozimidan ketganda ko'pchilik qayg'uga tushgandi. Aslida Allohning irodasi boshqa edi. Muftiylikdan ketgan Chuboq domla Jalilov qirg'iz xalqi uchun Allohning hadiyasi bo'ldi. Ana shu yildan boshlab da'vat ishlarini eng yuqori cho'qqiga olib chiqdi. Teleradioda, internet buloqlarida o'zining chiqishlari bilan odamlar qalbini zabt eta boshladi. Ommaviy konferensiyalar uyushtirib, ayollarga alohida, erkaklarga alohida darslar o'tdi. Noodatiy berilgan savollarga fenomenal javoblari bilan odamlarni islomga qiziqtira boshladi. Masalan, supurgini tik qo'ysa nima bo'ladi degan savolga uni olib ishlatish oson bo'ladi kabi javoblari bilan o'zining hozir javob inson ekanini ko'rsatdi. Hozirda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev Maral radiosida Chuboq hoji Jalilovni eslar ekan, shunday deydi. Bilasizmi, har yil Ramazon oyi kelganda ko'zimga yosh olaveraman.
Bizga juda yaqin bo'lgan ustozimiz bilan Ramazonning 1-kunida bizning uyda birga iftorlik qilar edik. Ramazon kelyapti, ammo Chuboq hojimiz kelmaydi. Biz u kishini saqlab qolish uchun barcha ishni qilardik, ammo kech qoldik. O'sha daqiqalar hozirgacha yodimda. Pandemiya yili edi. Kunlarning birida uyimga Chuboq ustozning do'stlari keldi. Ular domla qattiq betob ekanligi, sun'iy nafas oldirish moslamasi juda tanqis bo'lib, hech qayerdan topilmayotganini aytishdi. O'sha paytda men ham sun'iy nafas oldiruvchi moslamadan nafas olib, uyda betob yotardim. Domlani bu ahvolini eshitib, o'zimdagini darhol ularga berib, buni tezda olib boringlar dedim. Oradan 2 soatcha vaqt o'tib, xabar keldi. Bu xabardan dunyo menga tor bo'lib ketdi. Qalbimdan ho'ngrab yig'lab yubordim, deydi Qamchibek Tashiyev. 2020-yil 11-iyul. Juma kuni a'lo kayfiyatda uyquga ketgan qirg'iz xalqi shanba tongini qattiq qayg'uda qarshi oldilar. Shaxsan kamina xodimingiz ham o'sha kunni yaxshi eslayman. Internet manbalari og'ir yo'qotish haqida yozishardi. Ishonmasdim. Qanday qilib? Hali yosh, endigina da'vat maydoniga chiqqan ustozga nima bo'ldi? O'sha kuni otasidan ayrilgan yosh 6 ta go'daki yig'lardi. Sevikligidan ajralgan beva qolgan ayoli yig'lardi. Farzandini yo'qotgan onasi yig'lardi. Ustozini yo'qotgan minglab shogirdlari yig'lardi. Ularga qo'shilib qirg'iz xalqi yig'lardi. Hamma uyquda orom olayotgan bir payt. Haqiqiy mu'minlar uchun esa tahajjud vaqti bo'lgan bir payt. Tungi soat 2:30 da qirg'iz xalqining haqiqiy afsonasi Chuboq hoji Jalilovning yuragi urushdan to'xtagandi. Qirg'iziston musulmonlari yo'lini yoritib turgan chiroqlarning biri o'chgandi. Tunda qirg'iz osmonida ulkan bo'shliq paydo bo'lgandi. Olimning o'limi olamning o'limidir. Ey ustoz, tug'ilishingiz bilan oilangizni quvnatdingiz. Ma'ruzalaringizda xalqni quvnatdingiz. Dunyodan ketishingizda esa hammamizni yig'latdingiz. Siz bilan bir vatanda, bir davrda yashab, bir bor ko'rishish nasib qilmadi. Afsus, ming afsus. Alloh azza va jalla jannatlarda ko'rishtirsin. Qisqa umringizda qirg'iz xalqiga qilgan xizmatingiz uchun sizni Alloh abadiy bo'lgan Firdavs bilan mukofotlasin.